ikkita tanlov bor. BYD Han ko'pchilik biladi. Nissan N7 kelgan hozir. Xo'p, bu mashinani faqat shu Xitoy avtoni o'zi olib kirgizyapti. Narxi $29,000. Mana bu 32,500, 605 talik Smart bu. Bu ham bitta motor, bu ham bitta motor. Xo'p, buni ustunlik tomoni xolodilnigi bor ekan. Shu. Sal tezroq ekan, sal yumshoqroq ham deyapti. To'g'risini aytsam, men sezmadim. Endi Hanni yaxshi ko'raman. Handan ko'ra sal bir kichkinaroq, lekin narxi ham o'shanga yarasha 29,000, past $3,500 farqi bor. Saloni ham juda chiroyli. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana sidinalari ham yumshoq ekan. Mana bu Hanni saloni, korичневый salon. Xullas, mashinalar sotiladi. Pastga raqam qo'yaman. Qiziqqanlar bo'lsa, olinglar. Xitoy mashinasini haydashga uyalayotganlar uchun Nissan bor. Bu ham Xitoy, lekin yaponlar o'zi kontrol qilaymish. BYD Han 32,500, $29,000, 525 km zapas qoldi. Bosib olinglar.